35 mingga ilingan mashinani enidan bo'yidan hamma tomondan kesib, teng narmiga ham tushirib, undan ham pastroqqa tushirib qo'ydim. Bitta like bosib qo'ying-da. Venucci Star nech pul deb o'ylaysiz? Kommentda qoldirib turing. 2021-yil aybini aytib o'taman. Kapotni uchida rextovka qilib chiqarib qo'yilgan va buferga sepib yuborilgan. Lavoda ham darzi bor. Lekin full hamma narsasi bor. Gibrid 360 kameralari, panorama tomlari, beskulchovoy dostuplargacha bor. Head-up displeylarigacha bor. O'rindiqlarga keladigan bo'lsak, Abduf, Abagref, like bosdingizmi? Hali ham bosmadingiz, bosib qo'ying like. Atamankalarigacha bor. Massajgacha bor, ey baraka topkur. Hamma narsasi bor deyapman-ku. Hamma joy elektropaket, orqa bagajlari ham elektropaket. Venuccini ana bir paytda 35 ming olganlarga ustidan kulib jo'natib yuborsangiz ham bo'laveradi. Sababi narxi juda ham shokolad. Nech pul deb o'ylaysiz? Kommentda qoldiring. Venucci Star 2021-yil 97 ming probegidagisini siz uchun Inamarka Namanganni kuzatuvchilar uchun 16 ming 300 ga bosib yuborsangiz bo'ladi.